Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam Ürkişi. Avtori Abdulla Talib. 15-bob. Dez ketgan tamning siri. Lutfulla Naziraning qechib ketganini Munirdindan texi oldingi kunila anglab, ko'nglida bir budishqoq Rodipaydan ozod bo'ptiman deb intayin xushal bo'ldi. U rostilla xilidan buyon putiga chirimishib kelayotgan qo'sh zanjirni uzib tashlagan qovul yo'lbosdek mag'rur edi. Haqiqatdami Yantaqub tarafidan kelgan bir tüp yantoq yo'qolgan edi. U bugungi shanba oqshomini ko'ngillik o'tkazish orzusida tahrir bo'limidagi bir kunlik ishni oyoqlashtirib bo'lib, hujrasiga qaytib kirdi-da, yangi binodagi do'sti Abdulla Ro'zining qishiga bormoqchi bo'lib, eshikdan amdila chiqishiga qo'lida shahmat tutgan, oddiy yalon chapan kiygan 20 yoshlar atrofidagi bir xanzo yigit ochiq chiroy bilan hujra oldiga yetib keldi. Lutfulla o'zining bu bo'ytaq, qadinas koni aratam qo'shnisini xush piyillik bilan kutib oldi-da, yigitning qo'lidagi shahmatni ko'rib, bugun oqshom yangi binoga berishdan voz kechish qaroriga keldi. Chunki xanzo yigit bilan u ko'p chog'larda billa shahmat o'ynaydi. Nurg'un ishlarda fikrdash va bir-biriga hissdash edi. "Keling, o'ltiring." Lutfulla o'rniga bir yog'och o'rindiqni akilib, uni o'ltirishga taklif qildi. Xanzo yigit: "Qandaq, bir yerga boratdingizmi? Zo'rur ishingiz bo'lsa beravering, men boshqa bir chot kelay", dedi kulimsirab turib. "Yo'q, bugun zirkib ya birliyat ya shahmat o'ynash xiyolida bo'lib turatdim. Keling, ikkimiz bugun shahmat o'ynaymiz. Endi hech yerga bormayman." Shuning bilan ikkalan shahmat o'ynashga kirishib ketishdi. Xanzo yigitning ismi Li Kaymin edi. Uning otasi Tianjinlik bo'lib, 1930-yillarda Oqsuda kichik tijorat do'koni ochgan. Keyin bu kishi do'konida o'ltirgan peti tuyuqsizla o'lib ketgan. Onasi bo'lsa undan burun Qara shaharda o'lib ketgan ekan. Bu yetim bola keyin langarlik bir Uyg'ur oilasining boshpanohligida cho'ng bo'lgani uchun Uyg'ur tilini o'z tilidan mu pishiq biladi. Oradan 2 yil o'tib, inqilobiy Qurban Li Jilu Aqsu ma'rif idorasiga mas'ul bo'lib keldi-da, 2 til biladigan bu yetim bolani o'z tarbiyasiga elib, o'zining xat aloqasi qilib oldi. U bu chaqlarda texi amdila 15 yoshlarga chapchigan o'smir edi. Ishchan va chaqqan bu yetim bola o'zining zerikligi bilan Linjiloning xizmatini obdan ado qilib, uning ko'ziga issiq ko'rinib qolgan edi. Linjilo yana Salmoq nomli bir mufattishni belgilab, Li Kayminning Uyg'urcha savodini chiqardi. Linjilo ma'rif idorasidan yutkilib ketib qolgandan keyin 1939-yilning qish faslida Li Kayminni ma'rif idorasidan qo'g'ilib U zimiston qishda oshxona, navoiyxonalarda o't qalab, ming bir ta'sikda qahrdan qishdan chiqib oldi. Keyingi yilning kuz faslida u ish talab qilib Oqsu gazitxonasiga keldi. Gazitxonaning shu chog'dagi boshlig'i uning bilan bir familiyalik bo'lganligi uchun va uning 2 tilni biladigan ortiqchiligini nazarda tutib, uni xo'jalik bo'limining ishchiligiga qabul qilib oldi. Linjiloning tarbiyasi yurikida cho'nqur hiltiz tortgan Li Kaymin gazitxonaga o'rlashgandan keyin Uyg'ur xanzo ishchilariga, kadrlarga teng ko'zda qaraydi. Adil muomilda bo'ladi. U boshqalar yaratmay tashlab ketgan bir nachar hujrada o'zi bo'ytaq yashaydi. Lutfulla Aqsuga yetib borgandan keyin ikkilan aratam qo'shna bo'lib, har ikkilan bo'ytaq bo'lganlikdan zerikkan hamon bir-biri bilan shahmat o'ynaydi va ichki tashqi vaziyatdan paranglashadi. Lekin buningdan 5 oy burun gazitxona boshlig'i uqtirish qilib, Li Kayminni Lutfullaga qo'shni uydan ko'chirib o'tib, o'rniga Selim otliq boshqa bir xodimni yo'tkab kelib, Lutfullaga qo'shni qilib qo'ydi. Shuningdan keyin Li Kaymin bilan Lutfulla kunda emas, hatto 2 haftada biror qitim aran ko'risha oladigan bo'lib qilishdi. Bugun bo'lsa Li Kaymin ko'rinishda shahmat o'ynagan bo'lib, amaliyotda ko'nglida xilidan beri maxfiy saqlab kelayotgan va hech kimga tinishga jur'at qila olmagan 2 muhim sirni shoir do'stiga aytish uchun kelgan edi. Ular shahmatni toki
zaval tushib ketganga qadar qiziqib o'ynashdi. Shahmat uruqlarini ko'rish mumkin bo'lmagandan keyin Lutfulla o'rnidan turib, panar yoritib, Xanzo do'stining oldiga choy qo'ydi. Shuning bilan ular shahmat o'ynashni to'xtatdi-da, o'zaro parangga tushdi. Siz ava qo'shni uydan ko'chib ketgandan keyin menga bu hujra yarashmay qilyotdi. Qaramamsiz ana, dedi Lutfulla o'rnidan turib. Hujrasining sharqiy temining bulung tarafidagi cho'ng chakni qo'li bilan ko'rsatib, bu tigizay uyning timi o'ltirib ketganligidanmi yoki yer tavirganligidanmi? Tamda paydo bo'lgan daz barg'ancha yo'g'nab ketyapti. Yozning yezida xo'jalik bo'limidan tekshirib ko'rib, tamni remont qilib bersanglar bo'ladi, deb so'zini davom qildi. Bu qo'shningiz qandaqroq? Lekin orqadanlar Lutfullaga savol qo'ydi. Sol tarafdagi ko'ni qo'shnam ilmi burunqidek yaxshi. Yangi qo'shnam ko'chib kelgandan buyon tamda daz paydo bo'ldi. O'zi bilan toza aralashib ketalmidik. Mening sizdan ayrılığım yo'q edi. Lekin gapida bir sir yo'shiringanligini ta'minlagan Lutfulla. Undaqda nimishga ko'chib ketasiz? deb orqadanlar savol so'radi. Mening ixtiyorim emas-da. Nimishqa siz ketiblar bu tamda daz paydo bo'lib qoladi. Mening bugun kelib sizga ata aytmoqchi bo'lgan ikki muhim sirning biri mana shu edi. Lekin do'sti Lutfullaning inqilobiy shoir ekanligini bilgan edi. Lenjilu tarbiyasiga erishgan bu yetim bola o'zining shoir do'stiga mening unmag'inimga qo'ymay gazitxona boshlig'i bilan viloyatlik soqchi idorasi birlashib meni ko'chirib o'tgandan keyin bu uyga silimni o'rlashtirdi. Shuningdan keyin kechalari uning uyiga maxfiy soqchilar go'yda hekim paydo bo'lib turdi. Sizning uyingizga ziyolilar yig'ilgan hamon silimning uyigimi yo'chun odamlar hozir bo'ladi. Men bir kuni uy jihozlarini tizimlash uchun silimning uyiga kirsam, sizning hujra temingizning ashu daz ketgan yerning orqa tarafida uzun ham yo'g'on kavak turdi. Bu kavakning palti bilan chanilib, gap anglash uchunlar tayyorlanganligi nihoyat aniq. Bugun qarasam, sizning hujra temingizning dal ashu yerda daz turdi. Mushu daz orqali bu uyda qilingan so'zlar silimning uyiga o'qdek aniq anglandi, deb ichida saqlab kelgan bu sirni to'kib tashladi. Demak, dedi Lutfulla, do'sti Li Kaymendan minnatdor bo'lib, mening gumonlarim bugun sizning pokitlik so'zingiz bilan yechildi. Bir muhim sirning ochqichi tepildi. Buning uchun sizdan ko'p minnatdorman. Lekin, dedi Li Kaymen, buni aldirab og'zingizdan chiqarib yurmang. Uyg'ur xalqining mushundaq masalalarda ehtiyotchan va salmoq bo'lish to'g'risida tavsiya qilib, tarixdan buyon aytib kelayotgan bir ibratlik so'zi menga bak yaraydi. U bo'lsa-mu eg'iz yuguriki boshqa, put yuguriki oshqa degan qimmatbaholiq aqliya so'zdir. Navoda bu sir eg'izingizdan chiqib ketsa, aldirab so'zisang, og'rimay o'larsan degan texmi ibratlik bo'lgan hikmatga qarama-qarshi ish qilgan bo'lamiz. Li Kaymenning so'zni anglagandan keyin Lutfulla qaqoqlab kulib ketdi va siz intayin muhim xalq tamsillarini bilyapsiz. Deganlaringiz %100 to'g'ri. Lekin xalqning ibratlik so'zlari ichida yana qasd qilganni pas qil deydigan hikmatli so'zmi bor? Hayot ko'rishida har ikkimiz so'zlab o'tgan maqol tamsillarni o'z joyida ishlatishga to'g'ri keladi, dedi. Lutfullaning bu so'ziga Li Kaymen qoyil bo'lib, sukut qilib o'ltirdi. U ikkinchi sirini shoir do'stiga demoqchi bo'lib, tamshilib beqib, yana turib qoldi. Li Kaymenning ichidagini chiqarolmayotganligini sezib qolgan Lutfulla qo'rsqingizdagini ilib qolmay davring. Bugungi fursatimiz intayin qimmatli bo'lyapti. Vafodor do'stlarda sir saqlanmaydi, dedi uni so'ziga dalolat qilib. Bu mening shaxsiy ishimga doir masala edi. Xijil bo'lib deyolmayapman. Uning ustiga bugun kech kirib ketdi. Men ayrim bir kuni kelib desam, bo'ladi, dedi Lutfulla. Lekin bizda tartinsang so'zingni kim qilur, erinsang ishingni kim qilur degan maqolmi bor. Buni mo esingizdan chiqarib qo'ymang. Lutfulla Xanzo yigitni uzitib qo'yib, hujrasining eshigini ichidan ilib olgandan keyin tamga yo'linib o'ltirib, xili bir vaqtgacha o'ylanib ketdi. Ondan u Shiraning yeniga kelib, o'rindiqda o'ltirdi-da, atiki kundan boshlab bir oy ichida qiladigan faoliyat tezisini yozib qo'ydi. Uning qalami to'xtagan chog'da
tun yerim bo'lib qolgan edi. Ertasi u sahar o'rnidan turib, gazitxona yenidagi Molla Niyoz Begning beg'iga kirdi. Bulundagi bir tüp o'rikning to'g'risiga o'sgan yanshig'iga esilib turib, yarim soatcha tornik o'ynadi. Arqadan bog'ning ichida aylanib yugurdi. Cho'ng bog'ning timini aylantirib tikilgan teraklarning egiz shoxlarida oq qushqach va ko'k to'lg'oq bir-biri bilan baslashgandek tinimsiz sayrishatdi. Kenji o'rikning alli-burun g'o'rilari shoxlar orasida to'liq chiroyli ko'rinib, kishining zo'qini tortib turardi. Uzun tanharakatdan keyin terlab pishib ketgan Lutfulla bog' ichidagi eriq bo'yda yuz ko'zini yuvdi-da, ko'k to'lg'oqning sherin sayrishidan huzurlanib, xili uzungacha turdi. "Nima qilib o'ltirsan? Yur, men bozordan go'sht, non akeldim. Nashta qilamiz." Tuyuqsiz baqqa kirib kelgan naburchik turdi Hüseyinning ovozi Lutfullaning sherin xiyolini uzvatdi. U o'rnidan turib, "Kel do'stim, boshdagi g'am savdoni, yurakdagi pig'onni ko'k to'lg'oqning mungi ko'tarib tashlaydi. U yurakka kuch beg'ishlig'ichi navokesh jonivar. Men bugun tong sahardan boshlab uningga ulpat bo'lyapman," dedi Qadinas hamrohiga. Ikkilan keyin birlikda bog'dan qaytib chiqdi-da, shoirning hujrasi oldiga kelganda, nirqi yan qo'shnisi Selimning kichik o'g'li Olim Lutfullaning oldiga yugurib kelib, "Lutfulla aka, zambrak etib berman, pul beramsiz?" dedi. Kichik Olimning bu so'zni anglagandan keyin osonlikcha kulmaydigan naborchik turdi Hüseyin Lutfulla bilan tangla qaqaqlab kulib ketdi. Kichik Olim beshi va qo'rsqi yo'g'on, puti va bo'yni inchga, cho'ng ko'z, yo'g'on burun, g'ayri normal o'sgan bola edi. Lekin u xushxuy, chaqchaqchi, oson terikmaydigan ham tartinmaydigan odamlarga ijil edi. Bo'libmi uning ishtihasi cho'ng kishilarnikidan qilishmaydi. U bir legan polo yoki bir cho'ng javir oshni hech nim ko'rmadim deb yevitatdi. Lekin u shunchalar ko'p tomoqni hazm qilish iqtidori jihatdanmi sog'lom va mahoratlik edi. Uning hisobsiz ko'p tomoq yeyishi, ko'p yal qo'yib berishi bilan balanis bo'lib turardi. Uni langar ko'chasidagi bolalar olim o'sarg'oq deb atashadi. Lekin Lutfulla uningga olim zambirakchi deb chiroyli nom qo'yib qo'ydi. Shoir uningga aralab pulmu beradi. Zerikib qolgan chaqlarida uni hujrasiga chaqirilib gap qisaladi. "Bo'ladi, zambirakchinim," dedi Lutfulla olimning beshini silab turib. "Men sana pul beraman, o'yinchiq sovg'at qilaman. Bugun kechda bir suvat xamroq pishqan, o'rik uzib hujrama kirgan bo'lamdi. Kechda qandaroq chaqti kerak, Lutfulla aka? Kechda namoz sham vaqtida kirgan uka. Bir yerga ketib qolman juma amsa. Men dal shu chaqda hujramda bo'laman." Kichik olim xushalligida yugurgan peti ketib qoldi. Lutfulla turdi Hüseyinni boshlab hujrasiga kirib, nashta uchun mis tanqonga go'sht silishdi. Go'sht pishqichilik Lutfulla cho'ng bir parcha qog'ozga nashtari qonga bo'yalgandan keyin behush bo'lib yotgan yilon rasmini chizib chiqdi-da, uni opirib bulung tarafdagi agri-bugri daz ketgan tomning bulungga mixlab qo'ydi. Rasmning ustiga yilon zahar sanjib bo'lib o'zi o'lar emish degan hikmatlik so'zni yozdi. U ondan 1-2 metrcha orqaga dajib kelib, yilonning cho'ng rasmiga sinchilab bir hazogacha qarab turdi. "Go'sht pishib qoldi," dedi turdi Hüseyin. "Beri kel, nashta qilamiz. Hujurning ichiga yilon sizib nima qilganing? Bo'ldila, ilvat uni." Turdi Hüseyin ikki qachiga sho'rpini usib, shira ustiga qo'yib o'tib so'zlaydi. Lutfulla turdi Hüseyinning so'ziga kulib qo'yib o'tkazibdi va shira yiniga kelib nashta qilishga boshladi. Tamoq orasida u turdi Hüseyinga savol qo'yib, "Bu rasm sizning chiqandoq?" dedi. "Qo'lingga barakat bersin," dedi turdi Hüseyin. "Bu sizg'ining xonig'imi yaraydi, ammo uni hujranga chaplab nima qilsan da'vatiman." "Rasa mas xo'shsan turdi. Kichikingdilla osmon yiqilsa tegida mant yeydiganlarning biri eding. Beshingda mis tavoqda o't ko'ydirsa parvoying yo'q edi. Bilamsan, bu yilon nerqi uydagi chayonning jupti. Ana avu dazni ko'rdingmi? Shu dazning neriq tarafida bir cho'ng kavak bor. Shu kavak chayonning uvisi." Ular tamoq yeb bo'ldi. Turdi Hüseyin midir-sidir qilmay
yılanning rasmiga qarab turadi. U Lutfullohning so'zidan qattiq ta'sirlangan edi. Chunki bu hujraga u kunda degidek kirib tursa-mu, tamdagi dazni ko'p qatim ko'rgan bo'lsa-mu, uning ko'ngliga qilcha gumon kechmagan edi. Ikkalan nashta qilib bo'lib, yakshanbalik dam olish uchun ko'chaga minishdi. Ular bozor tarafga qarab minib, Langardagi cho'ng xonaqa oldiga to'plashib olgan necha yuz odamning orasiga yetib keldi. Chambar bo'lib qator tizilgan odamlarning o'rtasida uchiga jul-jul kiyim kiygan, chochlari o'sib ketgan, qo'lida sapoyi so'qib, Divan Hikmat kitobidan hukmat aytayotgan 4 nafar xotellik darvish turadi. Darvishlar uzildirmay kuchab varqirganlikdan qora targa cho'mib ketishgan edi. Darvishlarning issiqqa qarmay, mazlari cho'lib ketgan paxtalik chapan kiyishib olganligi kishilarni ta'ajjublantiradi. Kir chapanning teshiga sirg'ib chiqqan tar qiziq oftobning taptidan parga aylanib turadi. Darvishlar Divan Hikmatdan nurg'un hukumat aytgandan keyin pada yo'tkidida texmo hayajon hissiyotlari bilan xotenlik Hoji Og'chixonning qo'shiqini intayin ta'sirli qilib o'qishga boshladi. Tağu taşlar təvrəydu, bağda bulbul sayraydı, ölməy qalğan leşkerin xan qoca deb yığlaydı. Atxananğa kirsəm mən, mingen etin turupdu, bugün 3 gün bolupdu, ot bersəngmo yeməpdu, su bersəngmo içməpdu, hayvan cinida balam sana matem tutupdu. Bultur ətiyaz iyi da, baldur keldi qarlığaç, piyalmıda can qilib, 10 gün yattın yalıngaç. Piyalmening cho'lida ichmakka suv yo'qkan, tanlaringga patqandur tashliqda qamg'oq tikan. Egiz tirak yiqildi, yulvolg'icha kech bo'ldi, uncha marjon chichildi, tervolg'icha kech bo'ldi. Jinozangning oldida oltin dastor yo'gaklik, yetim qoldi bir qizing bo'shkida bo'laklik. Tul qolgan ayolingni so'l qo'limda yetilay, yetim qolgan balangni o'ng qo'limda ko'tiray. Qo'limga hasa ilib divana bo'lib ketay, sargardan bo'lib ketay. Darvishlar ha deb qo'shiq aytayotgan chog'da odam to'pi ichida hasa tutib turgan 70 yoshdan oshgan bir mo'may "Ah balam" degan peti yerga yiqilib tushdi. Judan o'ttir bo'y, suzuk bug'doy o'nglik, ko'zi o'ltirishib ketgan qanshariq, oq choch bu mo'may beshiga oq dagidan qora silib olgan, beliga qora bog'lagan, putiga ko'nirab ketgan qirimdan ma'si kalach kiygan, puchsiga gullik sargaz ko'nglik ustiga ko'nroq so'stin ranglik chekman chapan kiyib olgan edi. Ana, jon ana, nim bo'ldingiz? Mo'mayning yiqilganligini ko'rgan Dilbar odam to'pi ichidan o'qdek etilib kelib, mo'mayning quchqiga yiqildi. Dilbar yumshoq qo'llari bilan mo'mayning yuzini silab, peshonasiga mehri bilan illiq suyatdi. Lutfullah Dilbarni ko'rib, yiqilgan mo'mayning kimligini bilib oldi-da, darhol yugurib berib mo'mayning beshida turgan Osmanni bir harvat tepib kelishga buyurdi. Lutfullah bilan turdi Hüseyun mo'mayni avaylab ko'tirib harvaga silib, udul doktorxonaga ilib mengishdi. Mo'may o'g'li Yodikarning ich ko'yikida holsizlangan edi. Ular doktorxonaga yetib berishi bilan tang Lutfullahning doktor do'stlaridan Aysajan, Ivan Aleksi kelib mo'mayning kesilini tekshirishga boshladi. Mo'may texichila hushsiz yotadi. Shu asnoda Dilbar uchsiga xalat kiygan 18 yoshlardagi bir sestra Xanzu qizni boshlab kirdi. Uning kirgan peti ikki ko'zdan yosh to'kilib, "Voy ana" deb yig'ilgan ovozi kasalxonani bir oldi. Doktor Aysajan uni ishora bilan to'xtatib, ondan tekshirish natijasini e'lon qilib, "Xotirjam bo'linglar. Mo'may qattiq hayajonlangan. Tiniqi normal. Qizlar o'ngilib ketadi. Qolganlar qaytib ketinglar. Mo'mayning qizlari Gulandam bilan Dilbar navbatlashib qarasa bo'ladi" dedi. Doktor Aysajan shu yerda diagnoz qog'ozi yozdi-da, uni Ivan Aleksining qo'liga tutqizdi. Ondan Gulandam, "Siz onangizga singlingiz bilan navbatlashib qarang. Yurakning silishni normallashtiradigan okulni o'zingiz siling. Bir sutkada 4 qitim bo'lsa bo'ladi" deb tapiladi sestra qizga. "Bo'ladi" dedi Xanzu qiz ko'zidan hiligacha to'xtamay eqiyotgan yosh tomchilarini qo'l yog'liqi bilan eritib turib. "Agar Tojinsaxon onamga" dedi Lutfullah, "qon berish to'g'ri kelsa, mening qinim xilib keladi.
Oğlu Yadigar akaga Ürümçide mening qinim qil kelgan. Bu so'zni anglagan Dilbar ta'sirlanib ketib hayajonini bosolmadi-da. Lutfullaning bo'yniga esilib turib, o'pkidab yig'lab ketdi. Bu manzarani ko'rib turgan doktorlarmi, naborchikmi tangla yig'lab tashladi. Lutfulla bilan Turdi Hüsyin balnisdan xo'shlashib doktorxona darvozasi oldiga chiqqanda, shoirga texicha chigish bo'lgan bir xayol uning kallasini chirmab oldi. Ajab bir ish, deydi u ichida. Aslida Yadigarning birla qizi bor edi. Bugun bo'lsa mo'mayning atrofida ikki qiz onam deb yig'ilishdi. Dilbarg'u uning nevrisi, Xanzu qiz uning nemisi bo'lg'iydi. Zodi bu qizning ismi nima uchun Gulandan bo'lib ataladi? Bu tepishmoq Lutfulla uchun texib bir sir edi. U mushu xiyollar ichida band bo'lib minib, Langar ko'chasining beshiga berib qolganini sezmay qoldi. Bu yerda uni Munirdan Arozi, Bilal Azizi va Yusufjon qatorliq do'stlari kutib turardi. "Nerdan kelyapsizlar?" "Balniston", dedi Lutfulla. Shoir orqadan baya yuz bergan voqealarni do'stlariga bir-birlab bayon qilib berdi. Ular tashqirqi bozordagi bir cho'churxonada cho'churi ichib bo'lib, ondan digar vaqtida Lutfullaning hujrasiga qaytib kelishdi. Ular hujraga kirgan hamon hammasining ko'zi tomdagi yilonning rasmiga tushdi. "Pa, nima degan o'qitibsizligan?" dedi Yusufjon. "To'xti, rasmning yiniga berib sinchilab qarab. "Kichikkina savar qilinglar", dedi Lutfulla. "Yilonning siri bir damdan keyin ichiladi. Biz oldi bilan o'zimizning planimiz ustida so'zlashib olaylik." Lutfulla Shiraning tartmasdan faoliyat plani yozilgan 2-3 betlik qog'ozni ilib muzokaraga qo'ydi. "Biz cho'ng tipdagi muzikalik operalardan", dedi Lutfulla, "bir qanchisini sahnalashtirdik. Uni shahar yuzlarda keng xalq ommasi qizg'in olqishladi. Hozir qo'limizda bor 3 cho'ng dramaning sahnada qo'yilishini tashabbus qilaman. Bu dramalarning har biri maqsadlik nishonga qartilgan. Arozning o'gay ona dramasi hukmron guruhga zarba berdi. Xalqni uyg'otdi. Yaqindan buyon men qayta o'zgartib ishlab chiqqan Bo'rondan keyingi oftob dramasi xalqqa vaqtli qorong'ulikdan umidsizlanmaslik tarbiyasini beradi. Samsaq akon qaynaydi dramasi mutaassib ideyalarga zarba beradi. Vaziyat taqozosi bizni mushu kurashga jalb qilmoqda. Yana Jigda yig'liqi va Lala Qurban to'g'risidagi tarixiy opera. Shoirning bu tashabbusi hammaga ma'lum bo'lgandan keyin u yana davom qilib, "Biroq kasbiy teatr o'miki bo'lmaganligi bizni puldan qistaydi", dedi oxirida. "Pul va boshqa rasxutni", dedi Yusufjon. "Mana men mas'ul bo'lib hal qilaman. Biz g'arib sinam qatorliq cho'ng tipdagi operalarning pul masalasini hal qila olgan yerda drama uchun pulni cho'qim hal qila olamiz. Bu ishga har qanday qilib uyushma raisi Pasha G'ojini ko'ndira olaman. Chunki uyushmaning o'zida xalqimizning iqtisodi bor. O'gay ona dramasini", dedi Abdulla Rozi, "Darul Muallimning rasxoti bilan sahnalashtiramiz. Samsaq akam qaynaydi dramasiga ancha ko'p rasxot ketmaydi. Uni bu yilgi ta'tilda o'quvchilarni tashkillab, nohiyalarda o'ynashga men mas'ul bo'la olaman." Vaqt shamdan o'tgan va xili qorong'i tushib qolgan edi. Atiganda shoirga bergan va'dasiga vafo qilgan olim zamrakchi qo'lida bir kichik sivat kanji uruk to'g'risini ko'tarib hujra ichiga kirib keldi. Lutfulla kulimsirab uning oldiga bordida uning beshini silab turib, "Yaraysan, zamrakchi inim, hozir bu g'o'rini o'zing to'yg'icha yeysan. Zamrakka o'q lozim. Bu g'o'rilarning har danasi kuchlik bir pay o'q bo'la oladi. O'qlar qashlangandan keyin men zamrak etish qo'mandasi beraman. Sen nishonga chinab zamrak atsanda, muni o'ltirgan hamma aklaring sana mukofot beradi", dedi. Lutfullaning so'zini anglaganlarning hammasi paraqida kulishib ketdi. Lekin taktidan nima o'yin chiqadiganligini ular texichla tushunmaydi. Olim zamrakchi bo'lsa, ha deb g'ori yeyishga boshlagan edi. Oradan uzun o'tmay sirtda qarovulda turgan Turdi Hüsyin hujra ichiga kirib Lutfullaga "Keldi" deb bishorat berdi. Munirdan qatorliq ziyolilar hujraga mehmon kelyapsa kerak deb o'ylashib qoldi. "Qani, zamrakchuka, o'qlar qachlandi. Endi mahorat mashqi ko'rsatamiz", dedi Lutfulla olimga buyruq berib.
Bir sivet to'n g'o'rining yerimini yeb bo'lgan olim aranlaq qo'rsqini ko'tarib o'rnidan qo'zg'aldi. Lutfulla bilan turdi Hüseyin uni ko'tarib bulundagi o'rindiqqa ilib qo'ydi-da, shoir hujrining o'ttirisiga kelib turib, zambirakchi balga buyruq berdi. Olim zambirakchi orqasini tomdagi derazaga to'g'rilab, xuddi kanay ahangi taqlidida arqa-arqadan yel qo'yib berishga boshladi. To'n g'o'rining kuchida yel to'xtamay davom qiladi. Hujra ishidagi ziyolilar kulishatdi. O'qning tugaganligini bayqab turgan Lutfulla bilan turdi Hüseyin darhol berib olimni yana o'rindiq ustidan pastga tushirib qo'ydi. Lutfulla zambirakchi olimni pul bilan mukofotlab bo'lib, "Rahmat sana olim uka, bu mashqni bundan keyin davomlashtiramiz. Endi chiqib damal" dedi. Olim kulgan peti yugurib o'z uyiga chiqib ketdi. Lutfulla kulkisini besilib turib do'stlariga qaratib, "Tamdagi daz sun'iy ichilgan. U maroqchilarning axborot to'plash vositasi. Ular quruq ketib qolmasin uchun hozir o'ynalgan komediya orqali bizning olimjon ularni hidliq material bilan ta'minladi", dedi jiddiy qiyofatda. Lutfullaning kinoya so'zlari hammaylarni kuldirib tiliqtirib o'tgan edi. 15-bob tugidi.